Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadis bor. Bu silay rahmda yana bitta fazilatini aytadi. Silay rahm rizqni keng, umrni uzoq qiladi. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilar: "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi va yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Kim rizqini keng bo'lishini, umri uzoq bo'lishini xohlasa, qarindoshlik rishtasini mustahkamlasin dedilar. E'tibor bering. Rizqini keng bo'lishini xohlasa, rizqini keng bo'lishini va umrini uzoq bo'lishini xohlasa, qarindoshlik aloqasini mustahkamlasin. Rizqimizni keng bo'lishiga sabab mana shu. Hozir mana bitta narsaki, avvallari bitta oilada bitta otamiz ishlar edi, 10 ta bolani boqar edilar. Hamma narsa yetarli bo'lardi. Hozir o'ylab hayron qolamiz. Boqadi ham, kiyintirgan, kerak bo'lsa o'sha mahalda o'qitgan bitta o'zlari. Shu oyligini barakasi o'sha harakat qilgan. Hozir endi butun oilada hammamiz ishlaymiz, lekin o'sha bitta otamiz qilgan ishni qila olmayapmiz. Nima uchun desiz, endi hozir boshqacha bo'lib ketdi, rivojlanish bo'ldi, boshqa. U bitta, lekin u mahalda silay rahm bor edi. Oilab o'sha kerak bo'lsa, amakivachchalarimiz, jiyanlar, boshqalar kelib bitta uyda yashab, bitta uyda turardik. Onalarimiz ham mol olmagan. Hozir mana o'tirganlar, qachon oxirgi marta biror bir qarindoshingizni uyiga borib yotib qolganingizni eslaysiz? Avvallari qarindoshchilik shunaqa bo'lardi, juda kuchli bo'lgan. Bu endi sekin kamayib boryapti. Harakat qilaveramiz, nimagadir rizqimiz kengaymayapti. Sababi silay rahm yo'q. Kim rizqini keng bo'lishini xohlasa, silay rahm qilsin. Mana yoshlar o'tiribsiz. Biznes qilyapsiz, tadbirkorlik qilyapsiz, nimadir qilyapsiz, harakat qilyapsiz. Bu sizning harakat sababingiz, lekin uni barakasini Alloh beradi. Siz 10 so'm topayotgan bo'lsangiz, 1000 so'mlik baraka berishi Allohning qo'lida. Lekin 1 million so'm topayotgan bo'lsangiz, 10 so'mcha ham qadri yo'q qilib qo'yishlik ham Allohning qo'lida. Agar shuni qilmoqchi bo'lsangiz, shuncha harakat qilib ham menda hech narsa bo'lmayapti deyotgan bo'lsa, albatta harakat qilish kerak. Birinchi navbatda qarindosh urug' bilan aloqa